Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi harfimiz lam harfi. Qarmoqdagi uchidagi baliq tutadiganga o'xshataman. Xo'p, boshida so'z boshi ko'rinishi bundoq bo'ladi. 1,5 kletka tepadan pastga tushamiz. Bo'ldi. Bu yog'i qo'li ketaveradi, boshqa harfga ulanib ketadi. So'z o'rtasida oldingi qo'li va bundoq ketadi. So'z oxirida shu qarmoqni anaqasiga, quruchoqiga o'xshaydi. Shunday bo'ladi. Endi yozib chiqamiz. Mashq qilinglar ko'proq. Harflar esda yaxshi qoladi. Yaxshi qolishi uchun ko'proq yozish kerak. Ko'proq mashq qilishingiz kerak. O'z ustingizda ishlashingiz kerak. Shunday yozib chiqamiz. Endi o'tgan barcha harflarimizga bir so'zlar yodlasak ham bo'ladi. Keyingi nima o'taylik. Masalan, bugungi o'tgan harfimizdan kalbun yozamiz hozir. Kalbun nima degani? Kalbun it degani. To'xtayapti sukun. Qo'yamiz. It. O'rtada kelishi bu sal nima bo'lib ketdi. Bu yog'iga o'tib ketdi. Yana bir so'z qolbun. O'zimiz ham ishlatamiz. Qalb. Qolbun. Hop, yana rojulun. Buni rojulun degan so'zni eshitgansizlar, faqat множественное chislosida eshitgansizlar. Rojulun degani rojulun erkak kishini anglatadi. Erkak kishi. Ko'plikda rijalun deydi. Rijalun rijollar deb gapiradi o'zbek tilida. O'sha erkak kishi. Hop, yana masalan zillun. Zo boru o'ttiga. Zillun. Ikkita l kelayotgan uchun tashdid qo'yamiz. Bu degani soya. Oxirida kelishini ko'ryapsizlarmi? Quruchoqqa o'xshab ketadi. Hop, yana hop, o'tgan yana harflarimizga saljun. Bu qor degani. Qor. Endi ya harfini o'tmadik, lekin endi bo'pti, yozib ko'rsataman. Laylun. So'z boshida kelishi. Laylun. Bu so'zni eshitgansizlar. Laylun. Bu degani tun degani. Laylatul qadr deymiz u. Qadr kechasi. Mana laylun bu tun degani. Endi sizlarga tongni ham o'rgatib qo'ying. Sobah. Tong. So'zlashishlarni ham xudo xolasa o'rganamiz inshaalloh. Sobahul xayr deydi. Xayrli tong degani. Endi shu so'zlarni o'zingizlarga yozib mashq qilsanglar, har bitta so'zni bir kletka bitta daftarga, strochkaga yozib chiqsanglar yaxshiroq qoladi. Qancha ko'p so'z yodlasak, shunda
o'zimizga yaxshi bo'ladi arabskiyimiz. Inshaalloh har kuni ichi-ichidan yodlasak ham yilda oxiriga zo'r natijaga erishamiz inshaalloh. Hammaga xayrli tun. Hammanglar yaxshi dam olinglar. Ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.